Assalomu alaykum. Kia Bongo 3 avtomobilimiz. Mashinamiz 2 kabinkali mashina, orqasida o'rindig'i bor. 2013-yil 54 ming kilometr yurgan mexanik korobka. Narxi 10.800.000 won. Mashinamiz o'ta baquvvat mashina akalar. Balonlarini shunaqa qaranglar, qishki balonlar bilan hali ham. Bu mashinamiz Piyospoya, Tarospoya sezonlar boshlanyapti уже bu yog'i. Yakras pulni qiladigan joyiga baquvvat mashina. Balonlarni qaranglar. Ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa aloqa ko'rasizlar. Dubl kabinali. 2013-yil 4 ming yurgan atiga mexanik korobka qidirib yurgan akalarimiz uchun mana mashina ideal holatdaysiz. 10.800.000 won. Kia Bongo 3 avtomobilimiz. To'rala balon tortadi, to'r VD. Vashi baquvvat mashina. Salon holatlari mana mexanik korobka. O black box monitorlari bor. Mashinamiz ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa aloqa ko'rasizlar. 10.800.000 won. Nelegal, nolegal akalarimiz yoki legal akalarimiz ham arbayatda yurgan akalarimiz uchun mana mashinani udar holatdagisi. Mashinalar nomiga yoki legal bo'lsalarning o'zingizlar nominglarga olib Piyospoya, Tarospoyani bosadigan joyiga mana mashina udar. Aloqa ko'rasizlar. Yoqilg'iga kelsak, yoqilg'ini aytmabman. Dizel avtomobil.